Men Abdujalilov Abdukamol, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklor instituti tayanch doktorantiman. Tezaytish aslida o'sha o'tmishda rus tilidan to'g'ridan-to'g'ri kalkalab tarjima qilingan so'z. Aslida o'zbek xalq og'zaki ijodida tezaytishlar xalq tomonidan tutallar shaklida qo'llangan. Garchi bugungi kunda tezaytish degan so'z barchaga tushunarli bo'lsa-da, lekin bu tutal so'zini qaysidir ma'noda o'z o'rniga qaytarish yaxshi bo'ladi. Tezaytishdan ko'ra tutal so'zidagi ma'no, mohiyat haqiqatdan ham tezaytishda jamlangan, qo'yilgan maqsadni ko'proq beradi ma'nosini. Chunki tezaytishlar o'zini xususiyatiga ko'ra, turiga ko'ra ikki xil turga bo'linadi. Bular bolalar uchun aytiladigan tezaytishlar va kattalar uchun aytiladigan tezaytishlar. Bolalar uchun aytiladigan tezaytishlar nisbatan qisqa, lo'nda shaklda bo'ladi va ular asosan ma'lum bir yoshdagi, misol uchun 5 yosh, 4 yosh, 3 yosh yoki 10 yoshgacha bo'lgan bolalarning nutqida ma'lum bir harflarni aniq talaffuz qilinishi, ravon talaffuz qilinishi va chiroyli gapirilishi uchun yaratiladigan tezaytishlar bo'ladi. Masalan, o'sha hammamiz biladigan g'ani g'ildirayni g'izillatib g'ildiratdi degan tezaytishimizda o'sha g' va r harflarini alliteratsiyasi, o'sha almashib kelishi, o'rin almashishi bu o'sha g' harfini yaxshiroq talaffuz qilishga asoslangan. Endi undan tashqari shunday tezaytishlar ham borki, ular tarkibida bir-biriga o'xshamagan bir qancha tovushlarni qo'yish va shu tovushlar ishtirok etgan so'zlarni ishtirokida tezaytishlar yaratish va uni tutal shaklida o'sha kattalarga aytirish maqsad qilib olinadi. Bunda nisbatan matn kattaroq bo'ladi va uni aytish nafaqat bolalarga, balki yoshi kattalar odamlar uchun ham ancha murakkablik tug'diradi. Bunda yana bir shart bor tezaytishda, ya'ni bir nafasda aytish. Masalan, o'sha g'ani g'ildirayni g'izillatib g'ildiratdi degan tezaytishimizni bir nafasda necha marta aytish mumkin? 9 marta, 10 marta yoki ma'lum bir tezaytishlar bo'ladiki, o'sha biz aytgan kattalar uchun mo'ljallangan tezaytishlar nafasga qaralmaydi, faqat shu so'zni to'g'ri va ravon talaffuz qilib aytishiga e'tibor beriladi. O'zbek xalq og'zaki ijodida va folklorshunoslikda tezaytishlar shu kungacha bir qancha olimlarimiz tomonidan maxsus o'rganilgan, tadqiq qilingan. Shulardan eng muhimlari sifatida yoki birinchilardan bo'lgan G'ani Jahongirovni O'zbek bolalar folklori degan maxsus ilmiy tadqiqoti bor. Shu tadqiqotda tezaytishlar uchun fasl ajratilgan va u yerda tezaytishning turlari, shakllari, qaysi harflar ishtirok etgani, boshqasi haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan bir yilcha oldin biz maxsus shu tezaytishlarni umumiy o'zbek xalq orasidagi barcha tezaytish, ya'ni tutallarni yig'ib bitta to'plam shaklida nashr qilishni maqsad qildik va 200 ga yaqin tezaytishlarni yig'dik. Jurnallar, Gulxan jurnali, Gulshan jurnali, Tong yulduzi kabi jurnallardan va umuman boshqa turli xil manbalardan, ishonchli manbalardan tezaytishlarni yiqqanimizda 200 dan oshiq tezaytishlar jamlandi. Ularni biz o'sha o'tgan yili nashr qildik. Bu tutallardan misollar tariqasida aytish mumkinki, ularning o'sha bolalar uchun mo'ljallangan shakllari mana quyidagilar. Oltin o'tloq, oq o'tloq. Bu yerda e'tibor berishimiz mumkinki, jumla qisqa, aytish uchun oson va bu asosan o'sha 2-3 yoshli endi tili chiqayotgan bolalar uchun mo'ljallangan tezaytishlar. Lekin shunday boyagi ta'kidlaganimizdek, shunday tezaytishlar ham borki, ular nisbatan murakkab. Masalan, qishda kishmish pishmasmish, pishsa kishmish qishmasmish, kishmish yegan kishini tishlari qamashmasmish degan tezaytishimiz bu o'sha sh harfini to'g'ri talaffuz qilish, uni boshqa harflar bilan almashtirib yubormaslik uchun maqsad qilib olingan va yaratilgan tezaytishlardan bittasi. Yana bir tezaytish bor, bu nihoyatda hajman katta va buni bir marta to'liq ravon aytib berishni o'zi ham katta mahorat talab qiladi. Osmonda ikkita dumi kalta kalxat, birining dumi oq kalta kalxat, birining dumi ko'k kalta kalxat. Oq dumli kalta kalxat ko'k dumli kalta kalxatga xalaqit qiladimi? Ko'k dumli kalta kalxat oq dumli kalta kalxatga xalaqit qiladimi? Oq dumli kalta kalxat ko'k dumli kalta kalxatga xalaqit qiladi. Ko'k dumli kalta kalxat oq dumli kalta kalxatga xalaqit qiladi. Bu kabi tezaytishlarni asrab avaylash, kelajak avlodga yetkazish bizni oldimizdagi eng muhim vazifalardan bittasi. Sababi o'sha bizni bolalarimizni, bizni farzandlarimiz, nevaralarimizni kelajakdagi
ularni nutqi ravon bo'lishi, tafakkur tarzini keng bo'lishi, fikrini aniq va ravon yetkazib berishi, to'liq lo'nda gapirishi, qisqa gapirishi va yetarli darajada ma'no bilan gapirishi kabi xususiyatlarni bugungi kundagi xalq og'zaki ijodi janrlaridan bo'lgan tutallar muhim yordamchi vazifasini bajaradi bu sohada. O'shaning uchun asrab avaylash muhim.